Nima uchun biz mablag'imizni seyfimizdagi tillalarga sarflaymiz? Nima uchun pul yig'amiz? Nima uchun qimmat mashinalar olamizda sog'ligimizga umuman xarajat qilmaymiz? Menimcha biz birinchi qiladigan ishimiz o'sha sog'lig'imizga xarajat qilishni o'rganishimiz kerak. Psixologik salomatligimiz haqida gapirmayapman. Men tanamiz. Chunki tanamiz sog'lom bo'lsa, biz sog'lom fikrlaymiz, sog'lom qaraymiz, kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi, yegan ichganimiz ichimizga tushadi. Lekin bilasizmi sho'roqam bitta nima uchun? Chunki o'sha qimmat narsalarni olishi bitta sababi bor-da. Chunki ular har doim o'zi niyat qiladi. Yomon kunimga kerak bo'lib qolar. Voy yomon kunam bor. Yomon kunim hech kimga muhtoj bo'lmasligi uchun balkim o'sha mashinani sotsam yoki mana bu tilla narsamni sotsam menga asqotadi yoki borib uni zalog qo'yib yoki nimaga qo'yib turib kredit olishim mumkin. Nimadir deb turib, lekin o'zini qo'ya olmaydi-ku. Shuning uchun u insonlarni mana shu ezgulik niyatida har bitta oilaga sog'lik, farovonlik olib kirish missiyasi siz bilan bizga yuklatilgan ekan. Alhamdulillah, Allohga shukr deb aytamiz. Chunki avvalambor biz namuna bo'lishimiz kerak, qahramon bo'lishimiz kerak. Oilamizga, qarindosh urug'larimizga. Menda 2 farzandimdan 10 ta nabiram bor, 11 ta abiram bor. Men ular uchun qanday? Ular uchun men namuna bo'lishim kerak. Har tomonlama. O'zimni o'zim eplashim, go'zallik bo'yicha ham. U bo'yicha ham. Keyin ularga doim mendan nimanidir hayot tajribasini o'rganishni xohlashadi. Meni qo'limdan kelsa, men ularga har doim yordam qo'limni cho'zaman. Chunki agar men ko'zingizni oldiga keltiringda 82 yoshda o'tirib qolsam, oldin mayli o'sha katta vazirlik, boshqa davlat siyosiy partiyalarda ishlagan bo'lgan taqdirimda ham o'sha qariganingizdan keyin hech kimga kerak bo'lmay qolishingiz mumkin. Sizni oldingizga bir piyola choy bilan ovqatda bir kosa ovqat uchun o'tirmaysiz-ku. Nimani poylaysiz? Qachon u dunyoga chaqirarkan deb o'ylaysizmi? Albatta, o'lim haq. Bu tiriklik uchun bo'ladigan investitsiyamiz o'zimizni sog'lig'imiz va bizga ishonib topshirilgan bepul masha tanani mulki asrashi biza targ'ibot qilishimiz kerak. Uni birinchi namunasi o'zimiz bo'lishimiz kerak.